50 savol. Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chiring debdi. Rasmda ko'rsatilgan quyidagi jarayon asosida topshiriqni bajaring. Ya'ni 4 ta savol berilgan, shu 4 ta savolga javob yozishimiz kerak. Birinchisi, shu rasmda ishtirok etayotgan kimyoviy jihozlar nomini yozing debdi. Demak, birinchi savolga shu yerdagi jihozlar nomini yozishimiz kerak. Ikkinchi savol, amalga oshirilayotgan jarayonning kimyoviy nomini yozing debdi. Shu reaksiyada qanaqa reaksiya ishlatilayotgan debdi. Uchinchi savol, sulfat kislotaning jarayondagi vazifasini tushuntiring debdi. To'rtinchi savol, jarayonni olib borilish uchun zarur bo'lgan haroratni yozing debdi. Demak, birinchi savolda ishtirok etayotgan jihozlar, birinchisi mana bu shtativ. Har qanday laboratoriya tajribasi uchun shtativ kerak. Demak, shtativ ishlatilyapti. Shtativ. Belgur ikkita shtativ ishlatiladi, bu va bu. Keyin probilka kerak albatta. Probirka. Mana bular probilkalar. Keyin yana kerak bo'lyapti bu yerda spirt lampasi kerak bo'lyapti. Spirt lampasi. Lampa. Spirt lampasi kerak bo'lyapti. Yana kerak bo'lyapti mana bu gaz o'tkazgich nayi deb ataladi. Mana bu nay. Gaz nayi kerak bo'ladi. Gaz o'tkazgich nayi. Nayi. Yana belgur mana bu yerda gaz o'tkazgich nayi uchun tiqin kerak bo'ladi. Tiqin deb ataladi. Tiqin. Mana bu gaz chiqib ketmasligi uchun probka desam bo'ladi, tiqib qo'yiladi-da, orasi teshik bo'ladi. Nay bunga kiritiladi, bu yerdan gaz bu yoqqa chiqadi. Xo'sh, tiqin deb ataladi. Mana. Demak, shular kerak bo'ladi. Demak, asboblar shular. Endi ikkinchi savolning javobini yozamiz. Ikkinchi savolda nima deyilgan? Amalga oshirilayotgan jarayonning kimyoviy nomini yozing deb. Bu yerda o'zi qanday reaksiya ketyapti? Etil spirti sulfat kislota katalizator bo'ladi bu yerda. Qizdirilganda bu yerda etilen gazi chiqib kelishi kerak. Demak, etil spirtidan C2H5OH dan etilen chiqarish uchun sulfat kislota katalizator bo'ladi, H2SO4 katalizator bo'ladi va harorat 140 dan yuqori bo'lishi shart. 140 dan yuqori bo'lsa, keyin mana bu yerda etilen gazi bilan suv kelib chiqadi. Demak, bu spirtlardan suvni chiqarib yuborish deb ataladi, ya'ni degidratlash deb ataladi. Demak, bu jarayon nomi degidratlash. Degidratlash. Deb ataladi. Xo'sh, va kelib chiqqan etilen mana bu bromli suv bilan ta'sirda birikish reaksiyasi sodir bo'ladi. Dibrom etan hosil bo'ladi. 1,2 dibrom etan. Bu yerda oksidlash reaksiyasi sodir bo'ladi. Etilen brom ta'sirida oksidlanadi. Yoki birikish reaksiyasi ham deb ataladi. Brom birikadi. Yoki yana bromli suv mana bu qizg'ish qo'ng'ir rangli bo'ladi. Brom eritmasi etilen ta'sirida rangsizlanib qoladi. Ya'ni bromli suvning rangslanish reaksiyasi ham deyish mumkin. Asosiy reaksiya bu yerda degidratlash reaksiyasi ketyapti. Bu esa chiqqan etilenni aniqlashda ishlatiladi. Bu etilenda aniqlashda sifat reaksiya hisoblanadi. Demak, ikkinchi reaksiya ham yozildi. Ikkinchi javob. Uchinchi javobimiz endi. Uchinchi javobimiz sulfat kislotaning jarayondagi vazifasi deb. Demak, sulfat kislota bu yerda H2SO4 katalizator vazifasini bajaradi. Katalizator. Demak, sulfat kislota bu yerda katalizator ekan. Ya'ni suvni o'ziga tortib oluvchi modda. Mana bu etil spirtni degidratlab etilen va suv chiqqani, mana chiqqan suvni o'ziga tortib oladi. Sulfat kislota shunda katalizatorlik vazifasini bajaradi. Demak, 3-savol javobi ham yozildi. 4-savolda esa yozilgan jarayonni olib borish uchun zarur bo'lgan haroratni yozing deb. Demak, 140 dan yuqori haroratda bo'lgan, temperatura katta 140 dan bo'lgan harorat yoziladi. Agar 140 dan past harorat bo'lib qolsa, shuni ham yozib qo'yib, etil spirti 140 dan past haroratda qizdirilsa,
qo'shimcha sifatni yozib qo'yamiz. Temperatura kichik 140 dan. Ya'ni 110, 120 gradus haroratlarda olib borilsa, bu yerda dietil efir kelib chiqadi. C2H5 O C2H5 degan modda kelib chiqadi. Dietil efir va suv kelib chiqadi. Bu reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsa, mana bu ikkita etil spirtdan suv chiqib ketadi. Bitta dietil efir va suv kelib chiqadi. 140 dan pastda. Agar boshqacha katalizator olib borilsa, masalan, etil spirtini rux oksidi alyuminiy oksid katalizatorda qizdiradigan bo'lsa, rux oksidi va alyuminiy oksidi katalizatorda qizdiradigan bo'lsa, buttada ham bir uch kelib chiqadi. CH2 qo'shboq CH, chiziqcha CH, qo'shboq CH2. Buttada ham bir uch va suv kelib chiqadi. Bunda Lebedev reaksiyasi bo'ladi, vodorod ham kelib chiqadi. 2 mol etil spirtidan buttada ham bir uch suv va vodorod chiqarish reaksiyasi bu Lebedev reaksiyasi. Demak, etil spirtga 3 ta reaksiya sodir bo'ladi. 140 dan past, yuqori haroratda etilen va suv kelib chiqadi. 140 dan past haroratda dietil efir va suv kelib chiqadi. Agar etil spirt rux oksidi alyuminiy oksid katalizatorda qizdiradigan bo'lsa, buttada ham bir uch suv va vodorod kelib chiqadi. Bu yerda suvga ham 2 qo'yilishi kerak ekan. Bu degidratlash va dehidrogenlash, ham suv ham vodorod chiqarish deyiladi. Shu reaksiyalar sodir bo'lgan. Barcha reaksiyalarni yozing deb ham yozish kerak edi. Aslida muhimi reaksiya yozish. Va kelib chiqqan mana bu etilenni bromli suv bilan ham reaksiyasini yozib qo'ysak, yaxshi bo'ladi. Etilenga bromli suv ta'sir ettiradigan bo'lsa, eng pastdan yozib qo'yaman. Dibrom etan kelib chiqadi. Etilen CH2 qo'shboq CH2 ga plus brom ta'sir ettiradigan bo'lsa, kelib chiqqan mana pi bog' uziladi-da, ikkita brom birikadi. CH2 chiziqcha CH2 bu yerlarga brom birikadi. Brom. Dibrom etan deb ataladi. 1-2 dibrom etan. Va bu bromli suv rangsizlanadi. Sifat reaksiya hisoblanadi bu reaksiya. Shu jarayonlarni yozish kerak. Bu yozma ishli savol bu.